Hammaga assalomu alaykum. Yana biz o'sha work and travel haqida gaplashamiz. O'sha talabalar juda qisqa turgan work and travel haqida. Bilasizlar, birinchi qismda aytib ketgan edim work and travel haqida. Qanday ma'lumotlar kerak, nima qilish kerak, work and travel nima narsa o'zi va qanday kompaniyaga ishonish kerak, shular haqida gaplashgan edik. Mana ikkinchi qismimizda gaplashamiz. Men o'sha kompaniya bilan gaplashgandim, o'sha birinchi qismda batafsil aytganman kompaniya haqida. Bugun o'zim shu kompaniya orqali dokument topshirib va qanday dokumentlar kerak, nimalar kerak, shular haqida batafsil gaplashamiz. Birinchi o'rinda bizga, sizlar bilasizlar, Instagram pasport kerak. Shu dokumentlar qilgani ketdik. Okay, let's go. Biz Instagram pasport olgani keldik. Ancha oldin topshirib qo'ygan Instagram pasportga, davlat xizmatlariga. Kuzatinglar. Ichkarida olganib qo'yishmadi. Pasportimni oldik sherigim bilan. Endi ma'lumotnomaga ketamiz. Institutdan ma'lumotnoma kerak. Batafsil videoni oxirigacha ko'ringlar. Ko'rasizlar qanday dokument kerakligini. Pasport narxlarini bilsak, 412 ming. Mana hozir 412 ming to'lov qildik pasportga bir kishiga. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, qancha bo'lganini hammasini ma'lumotnomalargacha narxlarni qo'yib ketamiz. Mana ko'rdilaringiz, pasportda oldik sherigimiz bilan. Odam boshiga 412 mingdan chekda ko'rilgan, agar ko'rsatganman chekda. Lekin komissiyasi bilan 460 ming so'm to'lov qilasizlar pasportni o'ziga. Mana ko'ryapsizlar, keyin sizlarga yana bir nima desam bo'ladi, taklifim yoki hisobi pasportlaringiz juda kech tez olishlaring kerak bo'lsa, juda tez olmoqchi bo'lsangiz, sizlarga zo'r fikrim, ertasi kuni o'ziyoq suhbatga borib qo'yganlaringiz yaxshi. Chunki qancha suhbatga ertaroq boshlaringiz, shuncha pasportlaringiz tez chiqadi. Qancha uzaytirsalaringiz suhbatda bormay yursalaring, shuncha pasportlaringiz uzoq chiqadi. Mana pasportni oldik, endi esa institutga borib ma'lumotnoma olamiz. Ma'lumotlarni ko'ringizlar, batafsil videoda ko'rsatamiz. Ketdik. Hi. Okay. Hozirda biz institutga keldik. Ma'lumotnoma qilgani. Hozir ko'rasizlar qanday ma'lumotnoma kerak. Dekanatdan pechat o'ldirish kerak ekan, qo'l qo'ydirish kerak ekan va qachongacha o'qishingiz haqida ma'lumotnoma qilish kerak ekan. Hozir borib dekanatga pechat o'ldiramiz. Rasmlarni ko'rsataman videoda. Shu yerda ham ochildi. Nima hozir ko'raylik. Короче, hozir qildik dokumentlarni ma'lumot qildik, hozir pasportni kopiya qilish kerak ekan. Ko'ringlar. Kopiyalar tayyor. Dokument ma'lumotnoma institutdan 3 kunda chiqadi dedi. Endi harakat qilamiz 1-2 kunda qilishga dokument tezroq. Чтобы kech qolmasligi uchun dokument ma'lumotnomalar chiqsin, pechatlari bilan ko'rsataman. Mana ko'rdilaringiz. Va qanday dokumentlar, nima keraklar haqida videolar batafsil videoda qo'ydim. Pasport kerak birinchi o'rinda ko'rlaringiz va ikkinchi o'rinda pasportni kopiya qilib berasizlar va asosiy mana ma'lumotnoma. Buni o'z kompaniyalar orqali kompaniya tayyorlab beradi sizga. Mana shunday ism, familiya yozilgan bo'ladi va nechinchi yilsiz, qaysi, nima, qanday ma'lumot, pasportingiz qachon srok nimalar tugashi va 01/06/2026 bu qachon men kanikulga chiqaman, 3 oy kanikulga shu va qachon kanikul уже darsni boshlanishi shular yozilgan. Shu orada men Germaniya shu Yevropa hududida bo'la olaman. 3 oylik viza deyiladi shu. Mana bu yerda mana qog'oz tayyorlab berishadi sizga kompaniya. Siz mana shunday pechat urasiz. Mana men institut o'qiyman. Masalan, men davolash fakulteti, siz qayerda Terdo примерно yo boshqa institutlarda o'qiysiz, mana shunday pechat bo'ladi. Dekanat qo'yib beradi buni. Mana shu asosiy turizm studentlari chetga chiqishi nimasi dekanat sizlar bilan shug'ullanishadi. Shuna pechat uradi va qo'l qo'yib beradi. Ikkinchisi esa confirmation letter. Конечно, bu nechinchi kursligingiz bu yerda yoziladi, ikkinchi kurs va qachon o'qishga kirganligingiz, shu institutga va qachon bitirishingiz, nechinchi yil bitirasiz. 2024 o'qishga kirganman va 2030-yil o'qishni bitiraman. Shu yoziladi, ism, familiya va mana shunday holda berishadi.
Mana ko'rdingiz, mana shunday dokument kerak. Ma'lumotnoma va qachon o'qishga kirganingiz haqida ma'lumotnoma va uchinchisi загранпаспорт va to'rtinchisi pasportni kopiya qilib berasiz. Bo'ldi. Keyin esa mana men hamma dokumentlarni topshirdim. Endilikda to'lovni kutamiz. Birinchi to'lov bo'ladi vizaga. Va hozircha pasport va nimalarga, ma'lumotnomalarga o'xshab ketgan pulimiz 460 ming so'm. Bu qog'oz nimalariga pul ketgan yo'q, chunki o'zi kompaniyani o'zi tayinlab berishdi yozib. Biz просто peshta turtirdik va qo'llariga topshirdik. Bizda hozir qo'lga topshiramiz. Biz kompaniyaga ma'lumot va hamma narsani va bir hafta ichida bizga to'lov keladi. Birinchi to'lovni qilamiz. Batafsil u to'lov haqida ular attendiga video chiqaraman. Hozirda hamma ma'lumotlar haqida ma'lumot berdim. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.